Alloh azza va jallaning manhaji komil, to'g'ri manhaj. Siz bilan bizni hayotimizda bor bo'lgan mushkulalarni hammasini chiroyli suratda hal qilib beradi. Qur'on va sunnatning hayotdagi yechimlarga, mushkulalarga qo'yayotgan yechimi shunday yechimki, bu yechimlarning ortidan побочный effekti bo'lmaydi. Побочный effekt nima? Doriga yozib qo'ygan. Побочный effekti deb turib zud deydi, allergiya deydi. Xullas, bu dori o'zi foyda, lekin ayrim joylar zarar qilishi mumkin. Masalan, palonchi komponenti yoqmasa qichishi mumkin badaningiz yoki istemingizni ko'tarishi mumkin. Odam bolasini hayotda bo'layotgan mushkulalarga qo'yayotgan yechimini побочный effekti albatta bo'ladi. Aytdik-ku, mana ayrim mamlakatlarda odamning soni ko'payib ketyapti. Odamning soni ko'payib kelsa muammo bo'lib ketadi deb turib odamning sonini qisqartirishlikka qaror qabul qilishdi. Bir dona bola bo'lsin oilada dedi. Endi bir dona bola bo'lish kerak bo'lsa, ota o'zini naslini davom ettirish uchun o'sha bitta bolasini o'g'il bo'lishini xohlaydi. Binobarin hamma o'g'il ko'raveradi. Qiz bo'lsa olib tashlaydi homiladorlik paytida. Qarabsizki, erkaklar ko'paydi. Nimaga hozayib ketdi? Ayollar hozayib ketdi. Shuning uchun Qur'on va sunnatni hayotda bor bo'layotgan mushkulalarga qo'ygan yechimi mukammal yechim, uni побочный effekti yo'q. Allohning hukmidan uzoq bo'lishdan ehtiyot bo'lish kerak. Alloh azza va jallaning hukmlarini bajarmaslikka, ularga beparvo bo'lishidan hushyor bo'lishlik kerak. Aks holda buni natijasi juda ham achinarli bo'ladi. Mana xatiblardan biri aytadi, xutbani tugatganimdan keyin bir kishi meni oldimga kelib yig'lab qoldi. Sababini so'rasam, ayoli unga xiyonat qilayotgan ekan. Kim bilan xiyonat qilyapti ayolingiz sizga desam, qo'shni bilan deydi. Qanaqa qilib tanishib qoldi qo'shningiz bilan desam, qo'shnim bizni uyimizga kirib chiqib turar edi. Billa o'tirganimizda qo'shnim bilan ayolimga aytar edim. "Ke, o'tiraver bu yonimizda. Bu bir ukang qatori" deb qo'ygan edim. Ana mushkula qayerdan boshlandi? Alloh azza va jalla ixtilotdan qaytargan. Nomahram erkak ayollarda aralashib yurishligi mumkin emas. Qo'shni erkak kirdi, ayollar bilan birga o'tirdi, ko'ziga tushdi. Xullas, Allohning hukmiga xilof ish qilinganida buni natijasi o'ta bir achchiq bo'ldi. Mana endi 5 ta farzandning otasi bo'lgan bu kishi nima qilishini bilmasdan turibdi. Hayotni qarasak ham shunaqa. Biror bir mushkulaga kirdikmi? Sababini qidiringda. Yo kitobda, yo sunnatda aytilgan bir ishga teskari yo'l tutgansiz. Demak, yer yuzida qanaqa mushkula bor bo'lsa, buni sababi Allohning manhajiga teskari ish qilinganligi. Endi g'arbda, sharqda ko'ryapsizlar, buni haqiqat ekanligi mana hammamiz ko'rib bilib turibmiz. Endi Allohning manhajidan uzoqligiga sabab nima odamlar? Odamlarning Allohning manhajidan uzoqligiga sabab nima? Johillik. Demak, birinchi o'ringa nima chiqyapti? Ilm chiqyapti. Birinchi o'ringa ilm chiqadi. Agar ilm bo'lmaydigan bo'lsa, biz zo'r ish qilyapmiz deb qovun tushiraveramiz. Biz taqvo qilyapmiz deb turib ummatni bo'laveramiz. Biz haq yo'ldamiz deb turib ummatni orqaga tortaveramiz. Ilm birodar. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi rasuli. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida, ya'ni shu ikkisining iznisiz biron so'z aytishga yoki biror ish qilishga qadam bosmanglar. Buning o'rniga vattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar. Allohning hukmini bildik, itoat qildik. Mana buni harom dedi, tiyildik. Mana buni farz dedi, qildik. Shunday qilsa yaxshi bo'ladi. Innalloha samiyun alim. Oyatning davomi. Albatta Alloh taolo eshitguvchi va bilguvchi. Shariy hukmda eshitdingiz. Una deganing bilan mana qilsang mana bo'ladi-da, bunday qilsang to'g'ri emasmi deb turib, Allohning so'zidan so'zingizni muqaddam qilib gapirdingiz, Alloh eshitdi. Endi shunday holat bo'ladi, gapirmaysiz. Hayolingizdan o'tadi. Buni bilib turadi Alloh. Demak, Samiyun alim. Alloh taolo gapirsang eshitadi buni. Agar gapirmasdan qalbingdan o'tkazsang, Alloh biladi buni. Shuning uchun qalbingdan o'tkazma birodar. Mo'min odam uchun Alloh va Rasulining so'zi turganda boshqa biron narsa ularning oldiga tusha olmaydi. Garchi qilolmasak hamchi birodarlar, o'sha Qur'ondagi to'g'ri deb qo'yaylik. Garchi uddasidan o'tolmayotgan bo'lsak ham, o'sha sunnatdagi narsani to'g'ri deb qo'yaylik. Hukm turganda Allohning hukmi, payg'ambarning hukmi hayolingizga boshqa narsa kelmasin. Tamom taslim bo'lishlik kerak. Demak, gapirsangiz Alloh eshitib turadi. Gapirmasdan noto'g'ri narsani hayol qilsangiz Alloh bilib turadi. Doimiy suratda musulmon kishi kuzatuvda. Islomning hammasi odob va xulq. Alloh taolo mana shu suradagi keyingi oyatda aytadi. Astagfiru billah. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy. Ey mu'minlar, o'zingizlarda ovozinglarni nabiyning ovozidan baland ko'tarmanglar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida qanday turishlik kerakligini sahobalar
Alloh taolo o'rgatyapti. Ovozinglarni ko'tarmanglar. Otangiz bilan qilayotganda muomalangiz odob bo'lishi kerak. Do'stlaringiz bilan muomala qilayotganda odobingiz bor. Endi Muhammad alayhisalom bilan muomala qilayotgandagi odobingiz bu odoblarda birontasiga o'xshamasligi kerak. Oshnangiz, do'stingiz, siz unga tengsiz. Har qancha muomala qilsangiz yarashadi. Ammo siz Muhammad alayhisalomga tengmassiz. Rasulullohning hadisi aytilganda fikringizni muqaddam qilmang. Rasulullohning hadisi aytilganda palonchi akangizdan eshitgan gapni gapirmang. Chunki bu hadis. Bu hadis. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Alloh taoloning rasuli. Mana sahobalar payg'ambarimiz bilan muomala qilganda qanaqa bir odobda turgan qaranglar. Zaydul Xoyr roziyallohu anhu musulmon bo'ldi. Rasululloh o'zini hujra saodatiga olib ketdi. Rasululloh o'zini hujralarga olib keldilarda, bir dona yostiq bor edi. Zaydga uzatib, yon boshlab oling dedi. Islomga endi kirdi bu kishi. Qarang odobda. Sizni oldingizda men yon boshlamayman yo Rasululloh dedi. Ana odob. Ana xulq. Sahobalarga Alloh tomonidan buyruq bo'ldi. Nima buyruq bo'ldi? Ovozinglarni payg'ambarning ovozidan ko'tarmanglar. Buni sababi bor. Kishi bilmagan holda qilayotgan amali habada bo'lib ketishi mumkin. Agar payg'ambarning ovozini baland ko'taradigan bo'lsa. Ya'ni sahobalar bu yerda Rasulullohga murojaat qilmoqchi bo'lsa, "Ey Muhammad" deyish kerak emas. Nima deyish kerak? "Ya Rasululloh" deyish kerak. "Ya Nabiyalloh" deyish kerak. Kajahri ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Toki qilgan yaxshi amallaringiz o'zlaringiz sezmagan holda behuda, befoyda bo'lib qolmasliklari uchun Rasulullohga gapirganinglarda bir-biringizga gapirgandaqa ochiq dag'al gapirmanglar. Sahobalar agar payg'ambarimizga dag'al muomala qilsa, amallari habada bo'lib ketishini Alloh taolo aytayapti. Kamtarlik va odob mo'minning sifatlaridan. Alloh taolo sahobalarga payg'ambardan ovozinglarni baland qilmanglar dedi. Endi payg'ambarimizga ham buyruq berdi. Sahobalar bilan qanaqa muomala qilishlik kerakligini. Astagfirullah. Waqfiz janahaka liman ittabaka minal mu'minin. Ey Muhammad alayhisalom, o'zingizga ergashgan mo'min bo'lgan kishilar uchun qanotingizni past tuting. Qaytaramiz. Sahobalar payg'ambar bilan muomala qilganda ovozini ko'tarmay odob bilan turish kerak. Rasululloh o'zining sahobalari bilan muomala qilayotganda ularning oldida kamtarona turish kerak, qanotini past tutishligi kerak. Mana Rasululloh ayni shunday muomala qilganlarini bir qancha dalillarni ko'rib chiqamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir to'p sahobalar bilan safarda edilar. To'xtashib bir qo'yni pishirish kerak bo'ldi. Bir sahoba aytdi, "Men qo'yni so'yaman" dedi. Ikkinchisi aytdi, "Men terisini shilaman" dedi. Uchinchisi, "Men pishiraman" dedi. Rasululloh aytdilar, "Va alayya jamul xatab." Men o'tin terib kelaman dedilar. Mamlakatdagi birinchi odam, musulmonlar jamiyatidagi eng oliy inson, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam indamay o'tiraversalar bo'laveradi. Men o'tin terib kelaman deyapti. Baligi rahbar bo'lgan, odamlar ustida bir ish yuritayotgan xo'jayin odamlar o'rganib qo'ysin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayot ishi birodarlar boshidan oxirgacha ibrat. Masalan, Sulaymon alayhisalom podsholarga, boylarga, qozilarga ibrat. Ammo kambag'allarga ibrat bo'la olmaydi, chunki kambag'al bo'lmagan u kishi. Iso alayhisalom biz yaxshi ko'ramiz, bizni payg'ambarimiz. Bo'ydoq, qo'lida pul yo'q, yigit, oilasi yo'q. Biz uylanganimizdan keyin Iso alayhisalom bizga ibrat bo'la olmaydi, chunki u yog'i yo'q, uylanmagan, bola chaqa qilmagan, tijorat qilmagan, pul topmagan. Ammo Muhammad qarang, hatto payg'ambarlar ham hammasi ibrat bo'la olmaydi hammaga. Ammo Muhammad alayhisalomchi yetimlikdan boshladi hayotini. Otasi o'tib bo'lgan edi dunyoga kelganida. Yetim boladan boshlab bitta mamlakatda katta rahbari bo'lishlikkacha qancha etap bo'lsa hammasini bosib o'tganlar sallallohu alayhi vasallam. Boydoq bo'lganimizda ham bizga ibrat. Kambag'al bo'lganimizda ham ibrat. Boy bo'lganimizda ham ibrat. Quvvatli bo'lganimizda ham kuchli. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotini o'qiylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Bo'pti, qilaveringlar. Men aytib qo'ydim. Keyin xafa bo'lmanglar" mendan demayaptilar sallallohu alayhi vasallam. Aytayaptilarki, "A'lamu annakum takfunani." Bilaman, o'zingizlar eplay olasizlar bu ishni, men siz ham. "Valakinnalloha yakrahu an yara 'abdahu mutamayyizan ala aqronihi." Lekin Alloh taolo bir bandani
o'zini hamrohlaridan ajralib olishligini yomon ko'radi dedilar. Kim o'tirishi mumkin? Rasululloh. Kimni masalan hurmat qiladi? Sahobalar Rasulullohni hech kim birovni hurmat qila olmaydi. Payg'ambarimizni sahobalar hurmat qilgandek. Hech kim o'pkalamaydi. O'tirib oldingiz, bizga o'zimizga qildirib qo'yib deb. Ammo Rasululloh nima qilyaptilar? Ana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan qanday bir sodda, kamtarona muomalada bo'lganlar. Aytyapmiz, islom odob. Islom xulq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Badr g'azotiga chiqib ketar ekanlar. Musulmonlar qo'shinida mingani ulov yetarli emas. Shunda Rasululloh buyurdilar. Bitta ulovni 3 ta odam navbatlashib minib ketsin. Bitta ulovni 3 ta odam navbatlashib minib ketadi. O'chir bilan. Va aytdilar payg'ambarimiz va ana va Aliyun va Abu Lubobata ala rohila. Men Ali va Abu Luboba bitta rohilani, bitta tuyani minamiz dedi. Xo'p, navbatlashib minib kelishyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning navbati kelgandan keyin uzoq mindilar. Keyin almashadigan payt kelganda Ali va Luboba roziyallohu anhuma, "Ya Rasululloh, ketoring, biz rozimiz" deydi. Zo'ra? Kanishni zo'rda. Bu Muhammad alayhisalom shunaqa muomalada bo'lish kerak sahobalar, chunki Rasululloh u zot. Rasululloh aytdilar: "Ma antum bi aqwa minni ala sayr." Sizlar yurgani mendan ko'ra kuchliroq emassizlar. Wala ana bi aghna minkuma ala al-ajr. Men esa ajrga behojat emasman. Menga ham ajr kerak. Ana Alloh taolo qanotingizni past tuting dedi. Rasululloh sahobalar bilan mana shunday lutf bilan muomala qildilar. Sodda. Sahobalarga ovozinglarni ko'tarmanglar dedi. Ular ovozlarini ko'tarmadi. Bu o'rinda aytishimiz kerak bo'lgan narsa, bizning zamonimizda endi payg'ambar yo'q. Payg'ambarlarning vorislari bor. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulamolar payg'ambarlarning o'rinbosarlari. Demak, bizning odobimiz mana shu ulamolarga, payg'ambarga, sahobalarning odobi bo'lgandek bo'lishligi kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbatan odob bilan kim tura oladi desa, Rasulullohni tanigan, u zotni qadrini bilgan odam. Alloh taolo aytayapti: "Va antahbata a'malukum wa antum la tashurun." Ey iymon keltirganlar, Muhammad alayhisalomdan ovozinglarni baland ko'tarmanglar. O'zingizlar bilmagan holda amalinglar habada bo'lib ketadi, deyapti. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Allohning rasulida biz iymon keltirganimizdan keyin u kishining har bitta aytgan so'zi ham Allohning vahiysi ekanligini bilishimiz kerak. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ammo payg'ambarimizga o'zimizni teng bilsak, Rasulullohning bitta so'zini qabul qilib ikkinchisini qaytarayotgan bo'lsak, o'zimizga muqaddam qilayotgan bo'lsak, bilmagan holda amallarimiz habada bo'lib ketib qolishining xavfi bor. Ilmning dalili odob. Odob ilmning dalili. Ilm talabida yurgan ukalar, agar odobimiz o'rnida bo'lmasa, demak bizda ilm yo'q. Odob yo'qmi? Demak ilm yo'q ekan unda. Odob sizni ilmingizga dalolat qiladigan miqyos o'lchov bo'ladi. Alloh taolo aytadi, keyingi oyatni o'qiymiz. Astagfiru billah. Innal ladzina yaghuzzuna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allohu qulubahum littaqwa. Albatta Allohning payg'ambari huzurida ovozlarini past qilgan zotlar, ana o'shalar Alloh dillarini taqvo uchun imtihon qilgan, ya'ni taqvo imtihonidan o'tgan kishilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari Rasulullohga shunday muomalada bo'lishdi, chunki Rasulullohning qadrini bilishgan. Rasulullohni yaxshi ko'rishgan. Biz ham Rasulullohning qadrini bilamizmi? Shariat bizdan talab qilgandek Rasulullohni yaxshi ko'ra olyapmizmi? Agar yo'q, talab darajasida emas desak, o'zi shunaqa. Sababi Rasulullohni tanimaganligimiz. Faraz qiling, aeroportda samolyot qo'ndi. Shu samolyotda kelganlarni kutgan odamlar chiqdi. Shularning orasida ko'z kasallar bo'yicha nihoyatda bir yetuk mutaxassis bor. Uni kutgani 3-4 ta tabib chiqqan. Odamlar tanimaydi boyaga tabibni. Bir juda ko'p ko'zida dardi bor kishilarni dardini kesishiga sabab bo'lgan
Ko'zi ko'rladi, ehtimol ko'zini ochgan. Endi mana shu kishi kirib kelyapti samolyotdan tushib. U kishini kim qadriga yetadi? Xuddi shu kishiga o'xshagan ko'z tabiblar qadriga yetadi. Qolganlar uchun oddiy odam. Savdogar uni qadrlamaydi. Savdogar o'ziga o'xshagan savdogarni qadrlaydi. To'g'rimi? Agar biz Rasulullohni qadrlay olmayotgan bo'lsak, yaxshi ko'ra olmayotgan bo'lsak, demak hali tanimabmiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni. Shuning uchun musulmon odam ham uni qadriga yetadigan odam bilan birga yurish kerak. Siz fazilat degan narsani fazilatda bilsin u odam, shu bilan birga bo'ling. Siz ayib degan narsani u ham shu ayibda bilsin, shunaqa odam bilan bo'ling. Chunki siz iymondasiz, namozda, zikrda, Qur'on tilovat qilasiz. Sizni qadringizga yetadigan bilan birga bo'ling. Agar din, diyonatdan bexabar, faqat dunyoda quli bo'lgan odam bilan birga bo'lsangiz, oyligingiz qanaqa deydi? Topish tushingiz qanaqa deydi? U uchun birinchi narsa nima sizdagi qadrli narsa? Pul. Sizni yuzga borib qolsa mabodo. Qana yashayapsan bu yerda deydi. Shu ham hayotmi deydi. Qana sig'yapsizlar bu yerga deydi. Shuning uchun bizni qadrimizni bilgan odamlar bilan birga bo'laylik. Musulmon birodarlar. Ma'qulmi? Shuning uchun aytiladi: "Man dakhala alal aghniya taban g'ayral mu'minin, kharaja min indihim va huwa alallohi sakhitun." Kim bir boyning uyiga kirsa, endi bu Xudo bexabar boy deb tasavvur qilaylik. Din bilan ishi yo'q, faqat dunyoga qul bo'lgan. Kim shunaqa boyning uyiga kirsa, u boyning uyidan chiqib kelayotganda shu odamning qalbi Allohdan norozi bo'lgan holda chiqadi. Nimaga? Qara deydi, uyga kelib o'zingizni yuz ko'rilmadingiz. Vaholanki sizni boyligingiz Allohga bo'lgan iymoningiz bilan edi. Azizligingiz harom xarishdan uzoq bo'lishligi bilan edi. Ulug'ligingiz taqvo bilan edi. Ammo ularning ichiga kirdingiz, ularni o'lchoviga tushdingiz, hech kim emassizda. Ma'qulmi? Xulosa, bizni qadrimizga yetgan odamlar bilan birga muomalada bo'laylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari payg'ambarimizga shuna bir hurmat bilan turishardiki, xuddi boshiga qush qo'ngan odamdek turishar edi. Qimillasa uchib ketadi. Bu Rasulullohga bo'lgan hurmatidan edi. Dinning 5 dan 4 qismi odob deyilar ekan. Dinning 5 dan 4 qismi odob deyilar ekan. Alloh bilan bo'ladigan odobimiz bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bo'ladigan odobimiz bor. Ota-onamiz bilan, do'stlarimiz bilan yurganda, turganda, hazilda, yeganda, ichganda musulmon odamda odobi bor. Odob dinning 5 dan 4 qismi deyildi. Albatta Allohning payg'ambari huzurida ovozlarini past qilgan zotlar, ana o'shalar Alloh dillarini taqvo uchun imtihon qilgan zotlardir. Ular uchun mag'firat va ulug' ajr mukofot bordir. Kishi Alloh va Rasulini qancha yaxshi tanisa, musulmonlar bilan qilayotgan odobi muomalasi shuncha yuksalib boraveradi. Kishi Alloh va Rasulidan qancha uzoq bo'lsa, musulmonlarga qilayotgan odobi yomonlashib boraveradi. Demak, qarang birodar. Qarang. Musulmonlar bilan bo'layotgan muomalangiz zo'rmi? Demak, iymonning yaxshiligiga dalolat qiladi bu. Musulmonlarga nisbatan muomalangiz yaxshi emasmi? Bu iymondagi nuqsonda borligiga dalolat qiladigan narsa. Din odob, din odob. Keyingi oyatga o'tamiz. Astagfirullah. Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Albatta, hujralarning ortida turib, sizni ey Muhammad alayhisalom chaqirayotgan kishilarning aksariyati aqllarini ishlatmaslar. 9-yilda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga Madinaga Banu Tamim elchilari kelishdi. Peshindan keyingi vaqtida Rasululloh hujrasiga kirib ketgandilar. Ular kelib baqirishni boshlashdi. "Ey Muhammad, chiq bu yoqqa, chiq bu yoqqa, biz keldik." Alloh taolo aytayapti, ko'pchiligi aqlini ishlatmaydi. "Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallohu g'afurur rahim." Agar ular deyapti Alloh taolo Banu Tamim elchilarini, albatta sizni chaqirib bezovta etmasdan sabr qilganlarida o'zlari uchun yaxshiroq bo'lar edi. Alloh mag'firatli, mehribondir. Demak, Banu Tamim elchilari haqida mana shu oyat
nozil bo'ldi. Hozir aytdik, kishini Alloh va Rasuliga bo'lgan iymoni kuchaygan sari musulmonlar bilan qiladigan odobi kuchayib borar ekan. Kishi Alloh va Rasulini tanigan sari, iymoni ziyodalashgan sari, iymoni quvvatlashgan sari Allohning shariatiga bo'lgan hurmati ziyodalashib boradi. Va man yu'azzim sha'airalloh fa innaha min taqval qulub. Allohning shiorlarini, qonun qoidalarini kim hurmat qiladi? Mo'min. Kim Allohning qonunlarini hurmat qilsa, bas, albatta bu hurmat dildagi bor taqvo sababli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan sahobalar qanday muomala qilishgan? Bir sahobasining qo'lida Rasululloh tilla uzini ko'rib qoldilar. Shunday oldilarda otib yubordilar. Tilla uzini irg'itib yubordi. Pulu. Haligi sahobaga aytishdiki, shu uzini olib, sotib pulidan foydalansangiz bo'lmaydimi? Ma'qul gap. U kishi nima dedi? Rasululloh otib yuborgan narsaga qo'limni tegizmayman dedi. Ana odob. Ana Rasululloh bilan bo'ladigan odob qanday bo'lishi kerak? Roziyallohu anhum, ulardan Alloh rozi bo'lgan. Mana shunday bir Allohning roziligiga loyiq sahobalar bo'lgan ular. Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Agar Allohning huzurida sen uchun nima borligini bilmoqchi bo'lsang, qara, seni huzuringda Alloh uchun nima bor? Agar Allohning huzurida sen uchun nima borligini bilmoqchi bo'lsang, qara, seni huzuringda Alloh uchun nima bor? Alloh senga qanaqa muomalada ekanligini bilmoqchi bo'lsang, sen o'zing Alloh va Rasuliga qanday muomaladasan? Allohning hukmiga qanday muomaladasan? Musulmonlarga qanday muomaladasan? Allohning muomalasi ham shunga yarasha bo'ladi. Kim Allohning hukmlariga beparvo bo'lsa, shariatga beparvo bo'lsa, Allohning amriga beparvo bo'lsa, Alloh ham beparvo bo'ladi. Kim Allohning hukmini birinchi o'ringa qo'ysa, Allohning roziligini birinchi o'ringa qo'ysa, Alloh azza va jalla shu bandasini hamma ishini o'zining zimmasiga oladi. Dardiga shifo beradi. Duosini ijobat qiladi. Qarzlarini uzadi, ishlarini yuritadi, rizqiga barakot beradi. Hayotiga xotirjamlik, osudalik beradi. Agar kim Allohning shariatiga beparvo bo'lsa, shuni naqqina teskarisi bo'ladi. Ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum va yafu an kathir dedi Alloh taolo. Birodarlar, nima mashaqqat, nima musibat kelayotgan bo'lsa hayotimizda, biz boshimizga, Alloh aytayapti, fa bima kasabat aydikum. Qo'linglar bilan qilgan ishinglar tufayli. Ya'ni Allohning hukmiga beparvo bo'lib, harom ish qildingiz, mukofotini ko'ravering. Alloh buyurgan farzni qilmay beparvo bo'ldingiz, jazosini kutavering. Xudoyim bandasiga mehribondir, va lekin bandasi o'zi yomondir. Alloh xohlamaydi bu musibat sizga berishi, lekin siz o'zingiz so'rab olyapsiz bu narsani. Demak, mana shu birinchi 5 ta oyatda o'qib o'rgandik. Oladigan xulosamiz, Qur'on oyatlarini tekshirish uchun o'qimaymiz. Tekshirish uchun o'qimaymiz. Xatosi bormikin, hayotimizga to'g'ri kelarmikin deb o'qimaymiz. Balki Alloh taoloning oyatlarini ichidagi hikmatlarni bilishlik uchun, hayotimizga tatbiq qilishlik uchun, Allohning hukmida turishlik uchun o'rganamiz. Mana Hujurat surasidagi 6-oyatga keldik. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Juda ham birodarlar dolzarb bo'lgan mavzuni o'z ichiga oladi bu oyatning tafsiri. Eshitgan xabarni tekshirmasdan shundaylar qabul qilib, haqiqatga olishlik. Ayniqsa bizning zamonamizda bu dolzarb bo'lib ketdi bu mavzu. Avvalgi davrlarda telekanallar hukumatniki bo'lar edi, har bitta gapirayotgan gapini senzuradan o'tkazar edi, xabarlarni elakdan o'tkazar edi, ini aytar edi. Hozirmi telekanallar chasni bo'lib ketdi. Hammaning qo'lida bittadan interneti bor, saytda xohlagan odam ochadi, xohlagan ma'lumotini haqiqat qatori qo'yib yuboryapti. Havoyi xalq televizorda to'g'ri gapni gapiradi deb o'rganib qolgan, nimani gapirsa olaveryapti. Ey mo'minlar, agar sizlarga bir fosiq kimsa biron xabar keltirsa,
Sizlar haqiqiy ahvolni bilmagan holingizda biron qavmga musibat yetkazib qo'yib, qilgan ishlaringizga afsus, nadomat chekib qolmasliklaringiz uchun u fosiq olib kelgan xabarni tekshiringlar. Eshitdinglar, mana bo'ldi. Eshitdinglar, mana bo'ldi. Mana bo'ldi. O'zi sen eshitding, ko'rganing yo'q. Endi sen shuni aytasanki, ko'rgandek qilib aytasan. To'g'ri aytyapmanmi? Mana bo'pti ham emas. Mana bo'ldi. Sen o'shadanmiding? Sen ayt. Shunaqa deyishdi-da. Chunki ertaga yoqingdan olganda menga ham shunaqa deyishuvdi, shuna do'dimda. Biz musibatimiz o'zimiz ko'rgandek, o'zimiz bilgandek qilib aytamiz bu narsani. Va mana shu bizning zamonimizda nihoyatda fosh bo'lib ketdi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. O'zi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kishi eshitganki narsasini ko'tarib yurishligi yolg'onchilik uchun kifoya qiladi. Kishi eshitganki gapni tekshirmasdan ko'tarib yurishligi yolg'onchiligiga kifoya qiladi. Jon akalar, falonchi manaqa ekan desa shart olmanglar. Sen ko'rdingmi deylar. Kimdan eshitding? Men borib o'sha odamdan so'rayman deylar-da, shunaqa g'iybat qiladigan, gap tashlaydiganlarda oyog'i qirqiladi. Mashaqa ekanmi? Ha, men borib so'rayman. Borib aytaman, seni shunaqa dedi deb aytaman. Afsus, bu sifat yo'q bizda, o'sha qiladi, bozor yuradi. Ey iymon keltirganlar, bir fosiq xabar olib kelsa tekshiringlar. Haqiqatni bilmasdan turib, uni gapini haqiqat deb bir qavmga ozor berib qo'yib, keyin pushayman yemasliklari uchun xabarni nima qilinglar? Tekshiringlar. Bir kishi bir mushkula, muammo haqida ma'ruza eshitdi, kitob o'qidi, uni yechimi haqida ham xabardor bo'ldi, parvo qilmay o'tkazib yubordi. Keyin shu mushkulaga kirib qoldi. Puli ketdi, asabi ketdi, vaqti ketdi, xullas mushkuladan chiqib ketdi yechimini topib. Achchiq tajriba evaziga yechimdan chiqdi. Achchiq bo'lsa ham tajribasi bor. Keyin haligi avval o'qigan kitobi bilan avval eshitgan ma'ruzasini eshitdi. Bilasizmi? Ikkinchi marta shu mushkulaga kirib chiqqandan keyin eshitgandagisi boshqacha bo'ladi. Chunki boshidan o'tkazgan. Masalan, qarzni oldi berdini yozib qo'yishligi kerak haqida oyatni o'qidi, parvo qilmadi. O'zi katta mushkulani yechimaydi bu. Keyin pul berdi, yozib qo'yish esdan chiqdi. Keyin puliga kuydi. Endi kuygandan keyin shu oyatni o'qidi. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu. Ey iymon keltirganlar, bir-biringlar bilan qarz muomalasini qilsanglar, yozib qo'yinglar. Endi bilasizmi, qalbiga xuddi toshga o'yilgan naqshdek o'yilib qoladi bu oyat. Nima uchun? Burniga suv kirdi-da, boshidan o'tkazdi-da. Agar biz shariat hukmlarini albatta boshimizdan o'tkazgandan keyin emas, birinchi marta o'qib eshitganimizda shunday bir haqiqat qilib olish. Ey mu'minlar, agar sizlarga bir fosiq kimsa biron xabar keltirsa, sizlar haqiqiy ahvolni bilmagan holingizda biron qavmga musibat yetkazib qo'yib, qilgan ishlaringizga afsus, nadomat chekib qolmasliklaringiz uchun ana shu xabarni tekshirib olinglar. Mana shu oyatga kelib to'xtagan edik. Bu oyatning nozil bo'lishligining sababi nuzuli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Valid ibn Uqba ismli sahobasini bir qavmni zakotini yig'ib kelishligi uchun yubordi. Ibn Kasir aytadi, ko'p mufassirlar bu oyat Valid ibn Uqba haqida nozil bo'lgan deyshadi. Rasululloh mana shu sahobasini bir qavmni zakotini yig'ib kelishlikka yuboradi. Imom Ahmad bu qissani o'zini musnadida keltiradi. Xoris ibn Ziror al-Xuzoidan. Xoris roziyallohu anhu aytadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuriga keldim. U zot meni islomga chaqirdi, men islomga kirdim. Meni zakotga chaqirdilar, unga ham iqror bo'ldim. So'ngra aytdim, yo Rasululloh, men o'z qavmimga borib ularni islomga da'vat qilay, zakotni berishlikka da'vat qilay. Agar ijobat qilsa, zakotini yig'ib to'plab turaman. Siz o'zingiz bir odamingizni yuborasiz, kelib olib ketadi. Rasululloh ruxsat berdilar. Xoris roziyallohu anhu borib qavmini islomga da'vat qildi, ular musulmon bo'lishdi. Keyin zakot berishlikka chaqirdi, zakotlarni ham berishdi. Zakotlarni yig'ib Rasulullohni yuboradigan odamini kutib o'tirdi. Belgilangan vaqtda u Rasulullohni yuborgan kishisi kelavermadi. Shunda Xoris roziyallohu anhu bizdan bir xato o'tdimikin?
Rasulullohdan bir norozilik bir sodir bo'lib qoldimikin bizga nisbatan dedi-da, qavmni ulug'larini chaqirib yuringlar, biz o'zimiz olib boramiz dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yuborgan elchisi, hozir biz ismini aytdik, Valid ibn Uqba kechkiroq borgan edi. Ana shu qavmni yeriga yetganida endi islomni yangi qabul qilishdi ular. Ularga oldiga borsam meni qatl qilib yuborishmasmikin degan qo'rquv qalbiga kirdi-da, ularga uchramasdan yarim yo'ldan qaytib ketdi. Qaytib borib, "Ya Rasululloh, Xoris mendan zakotni man qildi va meni o'ldirmoqchi bo'ldi" dedi. Ya'ni yo'q narsani gapirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni so'zini eshitib turib, biror narsa deyishlik yoki biror bir ish qilishlikka shoshilmadilar. Balki aniqlashlik uchun o'zini sahobalardan iborat bir jamoani boyaga qavmga olib yubordi. Ular chiqib kelishyapti zakotlarni olib. Yo'lda ularga yo'liqishdi. Rasulullohning elchilari, "Qayoqqa ketyapsizlar?" "Ha, Rasulullohning oldiga ketyapmiz." Ular so'rashdi, "Sizlar qayerdan kelyapsizlar?" "Sizlarning oldinglarga kelyapmiz." "Nimaga kelasizlar?" Ular aytishdi, "Valid ibn Uqba sizlarning oldinglarga kelganda unga zakotni bermabsizlar, uni qatl qilmoqchi bo'libsizlar" dedi. Xoris roziyallohu anhu aytdi, "Muhammad alayhisalomni haq bilan yuborgan zotga qasamki, uni men ko'rganim ham yo'q, men oldimga kelgani ham yo'q" dedi. Keyin Xoris roziyallohu anhu zakotlarni olib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Rasululloh so'radilar, "Mana'ta zakata va aradta qatla rasuli?" Zakotni bermabsan, meni elchimni o'ldirmoqchi bo'libsan. Shunda Xoris Rasulullohga aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi, "Sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, men uni ko'rmadim. Meni yonimga kelgani ham yo'q. Elchingizni kelmayotganligini ko'rganimdan keyin Alloh va Rasulidan bir g'azab sodir bo'ldimikin bizga nisbatan?" deb xavotirga kirdim. Keyin mana oldingizga keldik deb aytdi. Mana shundan keyin shu oyat nozil bo'ldi. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binabayin fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Qaytadan o'qiymiz. Ey mu'minlar, agar sizlarga bir fosiq kishi xabarni olib kelsa, sizlar haqiqiy ahvolni bilmasdan turib, biron qavmga musibat yetkazib qo'yib, keyin afsus nadomat chekmasligingiz uchun ana shu fosiqni olib kelgan xabarini nima qilinglar? Tekshiringlar. Bugungi asosiy mavzuyimiz mana shu bo'ladi. Hasad, shubha gumon, husumat musulmonlar o'rtasiga parokandalikni, bo'linishlikni olib keladi. Bir mushkula sodir bo'ldi, keyin uni hal qilib Alloh tomonidan oyat nozil bo'ldi. Ana shu oyat musulmonlar uchun bir malhamdek bo'ladi. O'tgan darsimizda aytdik. Boshingizdan bir muammoda o'tkazdingiz, muammoga kirdingiz, yo'lini qilib chiqdingiz, xullas hayotingizdan bir ibrat, dars oldingiz shu voqeada. Keyin oyat o'qidingiz yoki hadis eshitdingiz, shariatning hukmini eshitdingiz. Mana shu mushkula haqida. Bilasizmi? Shu oyat, shu hadis, shu hukm qalbingizni tub-tubiga o'yilib yozilib qoladi. Chunki boshingizdan nima qildingiz? O'tkazdingiz. Ko'p oyatlarda, ko'p hadislarda o'qiymiz. Hayotda bo'layotgan mushkulalarning yechimini ko'rsatgan shariatda bir hukmlarni, fatvolarni eshitamiz-ku, lekin beparvo o'tkazib yuboramiz. Qachonki boshimizdan bir qator o'tgandan keyin ine qadriga yetamiz bu oyatlarni, bu hadislarni. Musulmonlarning Alloh taolo bir-biriga mehrli, muhabbatli, bir-biriga bir ko'mak ko'rsatuvchi jamiyat bo'lishini xohladi. Endi musulmonlarda birligini, quvvatini nima ketkazadi? Hasad, gina kudurat, ta'na malomat, shubha gumon. Ana shu siz bilan bizni birligimizni yo'q qiladigan ishlardan bittasi tekshirilmagan xabarni qabul qilib olishlik. Xabarni tekshirmasdan haqiqatda buni qabul qilib olishlik. Alloh taolo aytayapti: "Ey iymon keltirganlar, bir fosiq xabar olib kelsa, tekshiringlar." Mo'min kishi rost gapiradi, adolatli ish tutadi. Fosiq esa yolg'on gapiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi: "Ayakunu mu'minu bakhilan?" Mo'min baxil bo'lishi mumkinmi? Qod yakun dedilar Rasululloh, bo'lishi mumkin. Ayakunu mu'minu jabanan? Mo'min qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Qod yakun, bo'lib qoladi. Ayakunu mu'minu kazzaban? Mo'min kazzob, yolg'onchi bo'ladimi deganda payg'ambarimiz yo'q deb javob berdilar. Mana keyingi hadisda o'qiymiz. Bu hadis
Abu Umoma Bohili roziyallohu anhudan Imom Ahmad keltiradi. Al-mu'minu yutba'u 'alal khilali kulliha illa al-kizb wal xiyana. Mo'minning tabiatida har qanday bir sifat bo'lib qolishligi mumkin. Boyagi qo'rqoqlik, baxillik, injiqlik, sergaplik, qaysarlik bular bo'lib qolishi mumkin. Mo'minligicha turaveradi. Faqat yolg'onchilik bilan xiyonat mo'minning tabiatiga hargiz sig'maydi dedi. Mo'minmi, musulmonmi yolg'on gapirmaydi u. Lekin birodarlar, ta'assub zamonimizda yolg'onni gapirishlik o'zini haqiqiy mo'minman deb turgan odam og'zidan ham osonlik bilan chiqib ketadi. Yosh bolalarni bilan qilayotgan muomalamizni bilasizlarmi? Bor, kirib tur, hozir men sen chiqishcha turib turaman deydi. Bor, kiyinib chiq deysiz. Kiyingani kirib ketdi, chiqsa yo'qsiz. Subhanalloh. Payg'ambarimiz aytadilar, yolg'on bilan xiyonat mo'minning tabiatiga hargiz kirmaydi. Yolg'on gapirganda mo'min odam undan iymon olib qo'yiladi, birodarlar. Bu keyin qaytarib beriladi, istig'for etib tavba qiladigan bo'lsa. Shunda mo'min bo'lmay qoladi. Endi fosiq yolg'onni o'ylanmasdan gapiradi. O'zi fosiq kim desa, fosiq Robbisining hukmidan chiqib ketgan odam. Allohning hukmiga bo'ysunmayotgan odam fosiq deyiladi. Muhaddis olimlardan bir kishi, ana shu muhaddis olimlar hadisni yig'ib, jamlab yurgan davrlarda Basrada bir kishi payg'ambarimizdan bir hadis eshitgan ekan, shuni bilar ekan degan xabarni eshitdi-da, o'sha odam oldiga bordi. Hadisni rivoyat qiladigan odam oldiga. Borsa, haligi hadisni biladigan odam xuddi arpa bordek qilib etagini ko'tarib otiga imlardi. Kel bu yoqqa deb chaqirib. Ya'ni etagini ko'tarsa arpa borda ot kelish kerak. Haligi muhaddis borib qarasa, etagida hech narsa yo'q. Otini oldayapti. Haligi odamni hadisini olmasdan, eshitmasdan ketaverdi. Aytdiki, o'zini otiga yolg'onga ishlatgan kishidan Rasulullohning hadisi olinmaydi. Ko'ryapsizlarmi? Muhaddis olimlarimiz qanchalar bir katta mehnat qilib qo'yishgan. Hadisni sahihini nosahihidan, to'g'risini noto'g'risidan ajratishlik uchun. Mo'min kishi adolatli bo'ladi. Adolat bu rostgo'ylik, adolat haq egasini haqqini berishlik. Mana iblis kana minal jin fa fasaqa an amri robbih. Alloh taolo aytadi, iblis jinlardan edi. Fa fasaqa an amri robbih. Parvardigorining amriga bo'ysunishdan bosh tortdi. Ya'ni itoat qilmadi. Fosiq kim ekan? Fosiq gunohni qo'rqmay qilaveradigan odam. Fosiq gunoh ma'siyatda hayo qilmaydi qilishlikda. Shoshilishlik, shoshqaloqlik shaytondan, shoshilmaslik Rahmondan. Sulaymon alayhissalom, bilasizlar, mana tarixda bu kishidaqa podshoh bo'lgan emas va bundan keyin ham bo'lmaydi. Qushlar, parandalar, insu, jin u kishini xizmatida turgan. Ana shu o'zini qo'shinini jamlab turgan paytda Hudhud qushini ko'rmay qoldi. Qani u dedi. Ma'lum bir muddatdan keyin keldi, kelib Allohni qo'yib quyoshga sig'inadigan bir qavm bor ekan degan xabarni olib keldi. Shunda Sulaymon alayhisalom nima dedi? Qala sananzur asodaqta am kunta minal kadibin. Ko'ramiz. Rost gapirdingmi, yolg'on gapirdingmi? Shart olmayapti xabarni yoki shart inkor ham qilmayapti. Nima qilamiz deyapti? Tekshiramiz. Payg'ambarimiz aytganlar, al-ajalatu minash shayton va tasabbutu minar rahman. Shoshilishlik shaytondan, shoshilmaslik Rahmondan. Arab mamlakatlarining birida bir 3-4 ta qizlar, dugonalar bittasiga hiyla qilishdi. Hasad qildimi yoki bir adovati bormidi, zino qildi deb turib haligi qizga tuhmat qilishdi. Otasi qizini tekshirishlik uchun shu shifoxonaga olib bordi. Ekspertiza qiladigan odam shoshildi-da, shu homilador ekan deb qo'ydi. Ota sodda boyagi or nomus degan narsa bordida qizini o'ldirib qo'ydi. Keyin qizni pokligi ma'lum bo'ldi, ammo ish o'tib bo'lgan edi. Bitta doktorni diagnozi bilan o'sha kasalni yelkalaga ilib olmaylar. U adashgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi doktorda borib, ikkinchi laboratoriyada ham tekshirib ko'ringlar, uchinchisida ham tekshirib ko'ringlar. Mana shunda ham shoshilmaylik-da. Manaqa kasalingiz bor ekan desa, tamom bo'ldi, oldida haqiqatga vahida qoldi uni. Olib borginda narigi odamga. Umuman unaqa kasallik yo'q ekan, bekor aytibdi deydi. Bu sizni prosta nima qilyapti deydi.
O'zingizlar bilasizlar nima deyishini. Olaverasiz dorini, endi mana qilib ko'ramiz. Endi mana qilib ko'ramiz, bo'lmadi. Bitta joyda aytilgan analiz bilan o'zingizlar shu kasal benda bor davom etinglar, shoshilmanglar mana shu masalada ham. Demak, shoshilishlik shaytondan, shoshilmaslik Rahmondan. Kishini jamiyatda tutgan martabasi, mavqei va qancha katta bo'lsa, shunchalar shoshilmasligi zarur. Mana bu oyat birodarlar mo'min uchun manhaj. Endi qancha bir oilalar buzilib ketgan, yolg'on xabar tufayli. Qancha odamlar o'rtasida buzilib ketgan muomalalari, tekshirilmagan xabar tufayli. Shuning uchun qaytarib aytaman, odamlarning ustida turgan, rahbar bo'lgan, qozi bo'lgan, odamlarning ishi o'zini qo'lida ushlab turgan odamlar kelgan xabarni tekshirmasdan qaror qabul qilgani shoshilmasligi kerak. Chunki har bitta qabul qilingan qaror uchun qiyomatda javob beriladi. Mavqeingiz qanchalar ulug' bo'lsa, shoshilmasligi shunchalar qattiqroq bo'lishligi kerak. Ikki xil odam. Bittasi qanaqa xabar kelsa, tekshirmay shart haqiqat deb qabul qilib olaveradi. Ikkinchisi qanaqa xabar kelsa, tekshirmasdan yolg'on deb qabul qilmay qo'yaveradi. Shart qabul qiladi yo shart qabul qilmaydi. Mo'min unaqa bo'lmaydi. Tekshirmasdan turib inkor ham qilmaydi, tekshirmasdan turib Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Ey iymon keltirganlar, agar bir fosiq sizlarga bir xabarni olib kelsa, keyin qilib qo'ygan ishingizdan pushaymon olmaslik uchun xabarni tekshiringlar. Agar xabar olib kelgan odam mustaqim bo'lsa, ibodatda, taqvoda halol odam bo'ladigan bo'lsa, buni so'zi qabul qilinadi. Aksar holatda fosiq bo'lgan odam yolg'on gapiradi. Fosiq odam yolg'on gapiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sahobalar iymon keltirishdi. Payg'ambarimizni vahiy kelishidan avval Quraysh qabilasi qanday laqab bilan chaqirar edi? As-Sodiq al-Amin. Rasululloh hech qachon yolg'on gapirmaganlar va hech qachon xiyonat qilmaganlar. As-Sodiq al-Amin. Kim o'zini bir mo'min birodari haqidagi gumonni yaxshi qilgan bo'lsa, to'g'ri gumon qilgan bo'lsa, bas bu kishi Robbis haqidagi gumonni to'g'ri qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Imom Buxoriy keltirgan hadis, Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan, ittaqu da'vatal mazlum. Mazlumning duosidan taqvo qilinglar. Innahu laysa baynaha va baynallohi hijab. Chunki uni duosini ijobat bo'lishligidan Alloh bilan uni o'rtasida to'siq bo'lmaydi. U bilan, uning duosi bilan Allohning o'rtasida to'siq bo'lmaydi. Yana bir rivoyatda garchi kofir bo'lsa ham deyilgan. Tushunarlimi? Sizga kelgan xabarni tekshirmasdan shart qabul qildingiz va shu qabul qilib turib birovga ozor berdingiz, birovga zulm qilib qo'ydingiz. U zulm ko'rdi sizdan. Endi duo qildi sizga. Nima bo'lasiz? Agar kofir bo'lsa ham uni duosini ijobat qiladi Alloh. Demak, tekshirmasdan turib, xabarni qabul qilib, gunohkor bo'lib, birovga bir zulm qilib qo'ymaydi, birodarlar. Asarlarda keltiriladi, mo'min kishi 5 ta narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Annal mu'mina la budda lahu min kafirin yuqatilu. Mo'min u bilan urushayotgan kofirdan ehtiyot bo'lishligi kerak. Va munofiqin yabghaduhu. Uni yomon ko'radigan munofiqdan ehtiyot bo'lishligi kerak. Va mu'min yahsuduhu. Unga hasad qilayotgan mo'mindan hushyor bo'lishligi kerak. Va shaytonin yaghvihi. Uni adashtirishlik payida yurgan shaytondan ehtiyot bo'lishlik kerak. Va nafsin tardihi. Uni halokatga yetkazadigan nafsidan. Kofirdan ehtiyot bo'lsin. Munofiqdan ehtiyot bo'lsin. Hasad qiladigan mo'mindan, adashtiradigan shaytondan va halokatga boshlaydigan nafsidan. Sizga bir xabar keldi. Bir fosiq xabar olib keldi. Taqvoli bir birodaringizni haqida. Haligini gapini eshitdingizda bitta sochingiz ham qimillab qo'ymadi. Bu xabarni tekshirishning hojati yo'q. Ammo olib kelingan xabar sizni narigi taqvoli mo'min birodaringiz haqida bir gumonga kirishga sabab bo'lib qoldimi? Endi buni tekshirish kerak. Ma'qulmi? Tekshirish, aniqlash, dalil talab qilishlik lozim. Agar dalil so'ralmagandachi har kim xohlagan gapini kelib gapiraverar edi.
Shuning uchun birodarlar, qozi bir kishi keldi, shikoyat qilib, bir hurmatli, nasl nasabli, bir sharafli kishi ustidan. Qozi boyagi shikoyat qilayotgan odamdan katta mablag'ni olib qo'yadi bu yoqqa garov qilib. Agar uni qilgan da'vosi rost bo'lib chiqsa, qaytarib beradi mablag'ini. Agar hujjat dalilsiz da'vo qilayotgan bo'lsa, boyagi mablag' qoladi. Tushunarlimi? Toki to'g'ri kelgan odam, to'g'ri kelgan odamni mahkamaga sudga nima qilavermasin? Chaqiravermasin. Musulmon kishiga yarashmaydigan sifat bilan musulmon kishini sifatlab bo'lmaydi. Masalan, matematika ilmida akademik bo'lgan odam haqida bu odam 2 ga 3 ni qo'shsangiz 5 ligini bilmaydi deyilsa, bu akademikka nisbatan insofsizlik qilingan bo'ladi. Musulmon kishiga yarashmaydigan sifatlar bilan biroz sifatlab keldimi, hujjat dalilsiz ishonmayman bunga. Chunki o'zingiz unaqa qilmaysiz, qanday qilib birodar? Mana Hodisatul Ifkda Oysha onamiz roziyallohu anhoni zino qildi, Safvon ibn Mu'tal bilan degan gapni tarqatdi munofiqlar. Odamlar tekshirmasdan bir-biriga aytib yurishaverdi bu gapni. Bir oy vahiy to'xtab qoldi. Rasulullohga qattiq aziyat bo'ldi. Abu Bakr Siddiqga aziyat bo'ldi. Musulmonlarda hamma ishlar to'xtab qoldi. Mana shunday holatda odamlar bir-biriga tashib yetkazib yuraverdi, lekin tekshirmadi hech kim. Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhu ayoli ko'chadan keldida Umma Ayyub, "Ey Abu Ayyub, odamlar Oysha va Safvon haqida aytayotgan gapini eshitdingizmi?" dedi. "Ha, nima qilibdi? Ha, qara-ya. Hamma aytayaptimi?" demadi. To'xtadi ayoliga. "Sen shu ishni qilarmiding?" dedi. "Alloh saqlasin" dedi. "Men shu ishni qilarmidimmi?" dedi. "Alloh saqlasin" dedi. "Oysha sendan yaxshi, Safvon mendan yaxshi" dedi. Mana shu mavqif eng to'g'ri mavqif edi. Sen ko'rdingmi ko'zing bilan? Yo'q, eshitdim. Eshitganga borib so'rang-da, u ham ko'rmagan bo'ladi o'zi aslida. Bizning muammoyimiz eshitganimizni aytdimmi, bugun faqat shu haqida gaplashamiz. Ey iymon keltirganlar, bir fosiq xabar olib kelsa, tekshiringlar. Tekshirmasdan, bilmasdan birovga aziyat berib qo'yib, keyin pushaymon yemasliklari uchun. Agarchi bizga kelgan xabarni mana shu oyatga amal qilib turib, har safar tekshirib, dalilni so'raydigan bo'lsak-chi, bizni oldimizda ancha-muncha gapni gapirmay qo'yishadi odamlar. To'g'ri aytyapmanmi? Men bo'pti, to'xtab tur. Shuna dedimi? Turib tur hozir. Telefonni oling. Birodar, sizni mana dedi, palonchi keldi. Shuna dedingizmi deyin-da, kelmaydi oldingizga shu odam. Yo'q, biz uni qilmaymiz, biz eshitamiz. Jon quloqimiz bilan eshitamiz. Ha, keyin nima bo'ldi? Qaranglarda, bitta oyatga amal qilmaslik bilan oilalar buzilib ketyapti. O'sha bitta oyatning hukmiga beparvo bo'lishlik bilan oramiz buzilib ketyapti. Injaakum fasiqun binabayin fatabayyanu. Agar bir fosiq sizlarga xabar olib kelsa, nima qilinglar? Tekshiringlar. Ayniqsa birodarlar, xabarni tekshirishlik hozirgi zamonda nihoyatda bir zarur bo'lib ketdi. Chunki ommaviy axborot vositalarining imkoniyati juda keng. Xabar tarqatishning imkoniyatlari juda ham bir katta bo'lib ketdi. To'g'rimi? Bitta videoni bosib qo'yasiz YouTube'ga, bo'ldi, dababit video deydi, ketdi shu bilan. Uni kim qo'ydi? Kim tekshiradi? Senzura bormi? Bitta odamning hayoti barbod bo'lib ketishligi, badnom bo'lib ketishligini hech kim o'ylamaydi. Eshitdi, tarqataveradi. Eshitdi, tarqataveradi. Birodarlar, bunday bir xatarli zamonda xabarni, ma'lumotni kim tarqatayotganiga qarash kerak. Aniqlash kerak. Toki bir odamni nima qilmaylik? Badnom qilib qo'ymaylik, o'zimiz bilmagan holda. Mana qilib syomka qilishni ham yig'ishtiraveringlar. Kerakmi, kerak emasmi? Uni avrati bor, uni ko'rsatmoqchi bo'lmagan narsasi bor. Bir kishi haqida nojo'ya xabar tarqaldi. Agar shu kishi o'zini bir shubhali o'ringa qo'yib turib, ine shunaqa bir ma'lumotga qolgan bo'lsa, odamlardan xafa bo'lmasin. Musulmon odam o'zini shubhali bo'lgan o'rinlarga qo'ymaydi. Keyin gap tarqasa, odamlarga ma'lumot qilmaydi. Misol, yana bir ma'lum bir rayon bor, u yerda bir narkotik modda sotadigan joy bor, deylik. Shu yerda mashinangiz buzilib qoldi. Yo benzini tugab qoldi. Nima qilish kerak? Tashab ketaversiz, balo qolasiz, hoji aka. O'sha tashab ketsiz balo qolasiz-da. Itarib yurib ketish kerak o'shada. Deydi, "Ona hoji aka mashinasi falon joyda turgan ekan."
Musulmon odam o'zini shubha tug'diradigan joyga qo'ymaslik kerak. Keyin odamlar malomat qilsa, odamlarni nima qilmasin? O'pkalamasin. Ali ibn Abi Talib aytadi: "La tada' nafsaka mawdi'at tuham, thumma talumun nasa idza tahamuk." O'zingni tuhmat o'rinlariga qo'yib, keyin odamlar senga tuhmat qilsa, ularni malomat qilma. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kechalarda birida o'zining ayollaridan Sofiya onamiz bilan ketib borayotganlar qorong'ida. Ikkita sahoba Rasulullohning qarshisidan kelib o'tib ketdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hal ikkala sahobasiga qarab turib, "Ala rislikuma hadihi zawjati" dedilar. "Ey, to'xtanglar. Bu meni ayolim" dedilar. Birodarlar, kim Rasulullohning haqida yomon gumon qiladi? Ammo Rasululloh siz bilan bizga dars bo'lishini xohlayaptilar. "Ey, to'xtanglar. Mana meni ayolim." Ya Rasululloh, "Saqizni nima der edik?" deyishganida shayton bor ichinglarda dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Safarga ketyapsiz. Ayolingizni ukasiga, qaynukangizga aytdingiz. "Kela xabar olib turing uydan. Men 3-4 kun yo'q bo'laman." Ketdingiz. Endi qo'shnilar sizni qaynukangizni tanimaydi. Kunda, 2 kunda bir kelib mashina 1 soat, yarim soat turib, begona mashina erkak kirib chiqyapti, begona mashinada. Endi nima deb o'ylasin qo'shnilar? Sizdan xato sodir bo'ldi shu yerda. Aytishingiz kerak edi-ku qo'shni chaqirib, "Birodarlar, men bu paloncha kunga safarga ketyapman. Men qaynukamga aytdim, kela xarab turadi, mana odam" deb tanishtirib qo'yishingiz kerak edi. Lekin sizni oilangiz haqida yomon gumon, noto'g'ri bir shubhalar paydo bo'lmasa edi. Ma'qulmi? Musulmon kishi odamlar ikki xil tushunishi mumkin bo'lgan ishni qilmaydi. Bir ish qildingiz, odamlar har xil tushunib qoldi. Shunaqa ishni qilmaydi musulmon. Muaviyat ibn Abu Sufyon roziyallohu anhu mana daholardan bo'lgan, o'zini vaziri Amr ibn al-Osga aytayapti, bu ham daholardan bo'lgan. Amr dedi Muaviyat roziyallohu anhu, "Seni daholiging qay darajada?" Amr ibn al-Os javob berdi, "Qanday bir noqulay ahvolga kirib qolgan bo'lsam, undan chiroyli chiqib ketishning yo'lini topganman. Mushkilga kirgan bo'lsam, chiroyli chiqib ketganman." Muaviya roziyallohu anhu aytdi, "Sen daho emas ekansan. Meni noqulay ahvolga kiritib qo'yadigan ishni qilgan emasman" dedi. Ma'qulmi? Aqlli odam muammoga kirib qolsa chiqib ketish deydi, eplaydi. Dono odam o'sha muammoga kirmayla qo'yaveradi. Alloh taolo Muhammad surasida marhamat qiladi, "Sayahdihim va yuslihu balahum." Alloh ularni hidoyat qiladi va aqllarini yoki ishlarini isloh qiladi. Alloh azza va jalla aqlning salomatligini hidoyat darajasiga ko'tardi. Aqlning sog'lom bo'lishligi hidoyat darajasiga ko'tarildi. Mana qarab turing. Birovga qarz berdingiz, shariatda aytilganda yozib qo'ydingiz. Alloh sizni hidoyat qildi, aqlingizni isloh qildi. Xotirjamsiz. Chunki qarzni berding, yoz yoki guvohlikni keltir dedi, shunga amal qildingiz, Alloh sizni hidoyat qildi, xotirjamsiz. Musulmon kishi Alloh azza va jallani hukmi bilan yashar ekan, qalbi tamomiy xotirjam bo'ladi. Chunki inson uchun nima salohiyatli bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo shariatida aytib qo'ygan. Allohning hukmidan tashqarida yurgan odam aqli joyida bo'la olmaydi. Misol 12. Nima edi u? Qiyomat qoyim bo'ladi. Azteklarning kalendari shu 12-yilda 12-sida 12-oygacha ekan, shu kuni qiyomat bo'lar ekan dedi, dunyo ostin-ustin olib ketdi. Ularda aqllari, ya'ni o kosmosga chiqqan aqli, atomni yorib o'rgan ekan, aqllari qatib qoldi. Nima bo'lar ekan, qiyomat bo'larmikin? Asteroid uchib kelyapti ekan, monchadan keyin yerga tegar ekan, tugar ekanmiz desa, ularda nima bo'ladi? Tugaydi ular. Musulmon odam nima deydi? Musulmon odam Allohning hukmi bilan yashaganligi uchun Alloh yozgan bo'lsa ketaveramiz deydi. Lekin qiyomatga hali mana ishlar bor. Hali Dajjal bor, Yajuj Majuj, Iso alayhisalom xotirjam. Alloh taolo aytayapti, "Sayahdihim va yuslihu balahum." Alloh hidoyat qiladi ularni va aqllarini isloh qiladi, ishlarini isloh qiladi. Haqiqatni bilmoqchi bo'lgan odam xabar olib kelgan odam bilan narigi odamni yuzlashtiradi. Shunda
hozirgi aytilgan oyatga amal qilingan bo'ladi. Shunda juda ko'p mushkulalarni oldi olinadi. Hozir aytdik-ku, telefon qilaman deyinda. Keyin safar kelmaydi siz oldingizga. Shu bilan muammolarni oldi yopiladi. Qiz eridan shikoyat qilib otasiga kelib yig'laydi. Ana qildi kuyovim, mana qildi kuyovim deb endi bir dunyo gapni gapiradi. Ota aqlini pastligidan, dunyo qarashini torligidan qizini hamma gapini haqiqatga qabul qiladi-da, kuyov bolasini yomon ko'rib qoladi. Xudodan o'rtasiga sog'chilik tushadi. Buning o'rniga bu ota oyatga amal qilsa nima qilish kerak edi? To'xta. Telefonni oldi, kuyov bolaga qo'ng'iroq chaldi. Qani kuyov bola bir kelib qo'ying. Keldi kuyov bola. Eshiting-da. Shunda qizi aytgan gapni yarmidan ko'proq nima bo'ladi? Yolg'on bo'ladi. To'g'ri aytyapmanmi? Shuning uchun qizi xafa bo'lib kelgan otalar darrov hukm chiqarib olishga shoshilmasdan, ikkinchi tomonda ham nima qilaylik? Eshitaylik. Xabarni tekshirmasdan turib qabul qilish ham haddan oshishlik. Xabarni tekshirmay turib uni rad qilish ham haddan oshishlik. Payg'ambarimiz zamonida biror mushkula bo'lsa, Alloh taolo vahiy tushirib hal qilib qo'ydi. Fosig'ida xabarini yolg'onligini bildirdi. Endi payg'ambarimiz o'tib ketdi sallallohu alayhi vasallam. Vahiy to'xtadi. Endi u fosig'ida xabarini yolg'onligini kim fosh qiladi? Alloh fosh qiladi. Agar biz xabarda nima qilsak, qarang, oyatga amal qilsangiz, Alloh taolo fosh qilib beradi. Shu fosig'ida olib kelgan xabarini yolg'onligini. Va alamu anna fikum rasululloh law yutiikum fi katirin min al-amr la'anittum. Davom etkazamiz oyatni. Va bilinglarki, oralaringizda Allohning payg'ambari bor. Agar u ko'p ishlarda sizlarga bo'yinsunsa, ya'ni Allohdan vahiy kelishini kutmasdan sizlarda aytgan gapinglar bilan ish qilib qo'ysa, albatta sizlar balo musibatlarga duchor bo'lar edingiz. Lekin Alloh sizlarga iymonni suyukli qildi va uni dillaringizga chiroyli ko'rsatdi, hamda sizlarga kufrni, itoatsizlikni va isyonni yomon ko'rsatib qo'ydi. Ana o'shalargina to'g'ri yo'lga yurguvchi zotlardir. Bugungi suhbatimiz birodarlar, ey iymon keltirganlar, agar bir fosiq sizlarga xabar olib kelsa, bir qavmga haqiqatni bilmasdan turib aziyat yetkazib, keyin afsus nadomat chekmasligilar uchun xabarni nima qilinglar? Tekshiringlar. Inshaalloh suraning davomini keyingi juma davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va